Ayolimizga biz spiral qo'ymoqchimiz. Mana zavodskoy, mana ochilmagan, qadoqlangan bo'ladi, steril bo'ladi. Eng qiziq tomoni o'sha spiral deganimizda hamma shunaqa katta narsa qo'yiladimi deb o'ylaydi, lekin unaqa katta narsa emas. Bu qo'yish uchun moslashgan sterjillari hisoblanadi. Bu yerda eng qizig'i o'zini o'lchamlari bor. Mana 10 millimetrgacha. Chunki biz bachadonga qo'yganimizdan keyin buni o'lchamiga qarab zontlaymiz va buni o'lchamiga qarab mana shu spiralni qo'yamiz. Nima uchun? Sababi bir xilda bachadonlar kichkina bo'lishi mumkin. Bu orqali qanaqadir yallig'lanish prosessi kuchli bo'lgan ayollarda hattoki spiralni qattiqroq qo'yish natijasida teshilgan holatlari ham bo'lgan holatlarni eshitganmiz. Shuning uchun asosan buni razmeriga qarab qo'yiladi. Keyingi mana bu esa bu tayoqchasi hisoblanadi. Ya'ni spiralni mana avval birinchi o'ringa taxlab olamiz. Mana men sizga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Spiral o'zi mana shu narsa. Mana oddiygina mana shu narsa hisoblanadi. Endi spiralni bu yoqqa joylashtirib olamiz. Ya'ni ayolimizni bachadoniga kirishi osonlashishi uchun mana osonlashishi uchun bunday qilib mana juda qulay mana. Bu nima uchun bunaqa qilindi? Mana osongina shunday kiradi. Ayolimiz qiynalmaydi, og'rimaydi. Mana spiralimizni qo'yib oldik. Spiralimizni joylashtirib oldik. Endi ayolimizga qo'yamiz. Mana bu sterjinlarni qilamiz. Mana sterjinlari. Mana buni taxlab bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Birinchi o'ringa bachadon bo'ynini ushlaymiz. Chunki mana ayolimiz bemalol yotibdilar mana. Mana bemalol yotibdilar. Ayolimizni bu kishida bachadonlari sal kattaroq, shuning uchun biz o'lchamlariga qarab mana qo'yapmiz. Sababi ayolimiz katta tuqqan. Shu sababli bachadon kattaroq. Bir xil ayollarimizda kichkinagina bachadoncha bo'ladi. Hozir yana bir yo'la bitta holatimiz bor. Mana qo'yib bo'ldik. Qo'yganimizdan keyin bitta eng yaxshi tarafimiz bizni yana bitta ayolimizni stoldan tushirib, o'ziga olib borib, ko'rib, qanaqa joylashganliklarini o'zlariga ko'rsatib, mana azizlarim, hozirgina spiral qo'ygan ayolimiz, mana spiral qo'ygan ayolimiz, bu kishining bachadonlari mana qiyshiq joylashgan, ya'ni orqaga qaragan ekan. Mana bu qo'ygan spiralimiz mana. Mana bachadonni tubigacha bo'lib joylashib, yaxshi bo'lib turibdi. Endi bir hafta o'zingizni asrab turasiz. Mana spiralimiz. Mana bu yaltirab turgan narsa spiral hisoblanadi. Yaxshi joylashdi.